ta'lim sifatini oshirish hamda ustoz va murabbiylarning mehnat va yashash sharoitlarini yaxshilash islohotlarimizning eng ulug' yo'nalishi bo'lib qoladi. Zero yangi O'zbekistonda eng muhim soha ta'lim. Eng qadrli insonlar o'qituvchi va murabbiylardir. Davlatimiz rahbari 2025-yil 9-sentyabr maktabgacha va maktab ta'limi o'qituvchi va murabbiylari bilan bo'lib o'tgan video selektorda ta'kidlaganidek, yurtimizda ta'lim sifatini oshirish, ta'lim infratuzilmasini yaxshilash, bundan tashqari o'qituvchi maqomini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jumladan shahrimizdagi 81-umumiy o'rta ta'lim maktabida ham 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. Dastlab erta tongdan o'quvchilar maktab hovlisida sharafli kasb egalariga peshvoz chiqib, gullar tutqazishib, qalblarga shodiyona shukuhni olib kirdilar. Bayram tadbiri fidoyi pedagoglar ishtirokida Ziyo maskanining faollar zalida davom ettirildi. Tadbirda ustozlarni ardoqlovchi kuy va qo'shiqlar va dilrabo raqslar namoyish etildi. Ayniqsa o'qituvchilar tomonidan tayyorlangan hajviy sahna ko'rinishlari to'planganlar qalbiga bir olam quvonch olib kirdi. Ustozlarni ardoqlovchi ushbu sanada bir guruh pedagoglar esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi va esdalik uchun fotosuratlarga tushdilar.